bir silliq sipoyi qachon o'zgarar degandek qayg'ular bilan yig'lamdik. Biz shularni o'ylab baqsaq, undan keyin qizimizning hozirgi ahvolini tushuna olamiz. Yig'lishining sababi mehri muhabbat yetishmayotidi. Sizlar mening deganimni tushunmayapsizlar. Mening texmi ko'proq sevgiga, muhabbatga ehtiyojim bor degan gap. Shuningga yo'ldoshingizmi, sizmi biroz sabrlik bo'lib, endi hamma bolani biz tug'imiz. Ama ananın qo'sqidan 10 bola tug'ilsa 10 xil mijoz xarakterlik bola bo'ldi. Hammasi o'xshash bo'lmaydi. Hatto qo'sh kezaklarning mijozlari o'xshash bo'lmaydi. Shuning uchun ash bolalarningki mijozini tanishib, qaysi qanday muomala qilishni yaxshi bilib olsak, biz cho'qim bu masalalardan normal bir shaklda qutulib, yana yaxshi gapini anglaydigan, har vaqt xushal yashayoladigan, hayotga so'yib qaraydigan bolalarni yetishtirib chiqara olamiz.